Kerak emas o'qishlaringlarmi? Mani boshimni qotirasizlar qayoqdan oladi. Ham Behruz? Nima bo'ldi, ishlaymi? O'qimayman. Nega o'qimaysan? Xohish yo'q. Nega? Qanaqa xohish kerak sen? Men seni bilaman o'qishingni, to'g'rimi? Oilangni bilaman, sharoitingni bilaman. Nima kerak senga? Nima yetmayapti? Ustoz, nasihatlaringiz kerak emas. Menga motivatsiya kerak. Motivatsiya kerak. Tushunarli. Men senga beraman motivatsiya. Hammaga? Ustoz, mani mahallami? Qayerga keldik? Seni uyingga keldik. Mehmon qilmaysanmi? Yuring. Hop. Keling ustoz, kiring. Behruz? Muddatli aksiya bo'ladimi? Bo'ladi. Bu muzdatkichni kim to'ldiradi? Bilmadim. Sen to'ldirasan yo ota-onang? Mana senga motivatsiya. Yana motivatsiya kerakmi? Qani yurchi? Ko'rdingmi? Hozir onangning oldiga borib, onajon hamma ishingizni yig'ishtiring. Chiroyli restoranga olib boraman, yaxshi ovqatlanamiz, chiroyli ko'ylaklar olib beraman deya olasanmi? Ha? Yo'q. Mana shu senga motivatsiya bo'ladi. Yana motivatsiya kerakmi? Yur. Behruz? Dadangni ko'ryapsan? Hozir borib, dada, ishingizni yig'ishtiring. Bundan buyog'iga men pul topaman, hammasini men qilaman deya olasanmi? Qanaqa mehnat qilyapti? Qachongacha mehnat qiladi? Sen yuribsan. Na o'qishing tayini bor, na ishing bor, na kasbing bor. Yana senga motivatsiya kerak. Mana motivatsiya. Tushundim ustoz. Sizchi? Sizga ham motivatsiya kerakmi? Mana motivatsiya. Vaqtida, vaqtingiz borida ota-onangizni qadrlang. Ilm o'rganing, o'qing, kasb o'rganing. Ertaga kech bo'lmasin. Ota-onangiz umidi sizlardan katta.